Ertalab bo'pti. 10 soat uxlabdi. Opporasi. Kiyimlar kiyib olay. Kimdir telefon qilyaptimi? Alo, ha do'stim. Ha? Men seni telefonga boryapman. Ha, kelar. Bo'pti. Do'stim kelyapti ekan mehmonga ertalabdan. Qani kelyaptimikan? Rostdan. Ha, ko'rinmayapti hozircha. Ichib kelmaydi-ku oldimga. Narsalar tayyorlab qo'y endi. Hop, 2 ta non, bitta tovuq go'sht bilan hozir tarvuz bo'lmaydi. Kartoshka bilan bo'la. Quyon go'shti ham yegan bo'lsa kerak, bilmadim yana. Do'stim kelyaptimi? Ko'rmayapti. Ana ko'rindi, o'tdi ana yoqdan. Xo'sh. O'tirib kutib turaychi. Tak. Kimdir kelyaptimi? Hozir chiqaman. Qalaysiz do'stim? Do'stim qanaqa, yaxshimi? Ya, yaxshi. Qachon aka? Mana to'g'rida mana o'tirishga joy qilib qo'yganman. Do'stim seni tarvuz qildi. Ha, mayli ber. So'yib chiqaman. Tarvuzing qiyshiq-ku. Xo'sh, mana pichoqni olib so'yamiz. Yerga ham so'yaveramiz. Farqi yo'q. Telefon ko'rib o'tiribdim, deymi? Yaxshi o'tirsan, do'stim? Ha, yaxshi o'tiribman. Nima yeysan? Tovuq go'shti. Tovuq go'shti. Qo'yon go'shti bo'lmaydimi? Ha? Bo'lmaydi. Mayli. Tarvuz mana, yarachi. Voy rahmat. Mana tarvuz. Mana shu qo'l. Ya do'stim, mehmonga qilmaydi, qilib. Men atilib qilibman, ol. Men o'zimga boshqa tarvuz olib chiqaman. Yeb ketaylik endi. Mayli, do'stim. Ishga ketadigan vaqtim bo'ldi. Do'stim. Ertaga borib daraxt chopib kelmaymizmi bir? Bitta o'tayman. Mayli. Qish ham yaqin qoldi. Yomg'irlar yog'yotibdi. Mayli. O'zi kuz keldi. Ha, mayli endi. Qani kimlar kelganmiz. Xo'sh. Ishga ketibman do'st. Qanday gapirdi o'z? O'joqqa ketdik. Ha, mayli. Ha? Chiqman. Bo'lamizmi do'stim? Ama hal onu olib chiqmabman. Tapolni hozir kutib tur. Yo, ikkitani tapol. Yo, bittada. Uyim kilo bo'lmas. Mayli. Biz tarafda daraxt o'tib. Xo'sh, qanaqa tapol olsam mayli. Ana tapol olma nima edi? Temirlik. Versangmi yo'qmi uyda? Uyimda bersak yo'q ekan. Ha, mayli. Do'stimga boray. Do'stim uy adashmasam to'g'ri dedi-ku ana. Hali shu uyda. Uyga nima bo'lgan? Yo'qmi? Ya bu uy ekan. Qum tushgan ekan mana ustiga. Taq. Do'stim, hozir chiqaman. Aha. Taq. Keldingmi? Versaging bormi? Bor. Ama tayoqchangchi? Bor, 2 dona. Ha, yetadi. Ber menga. Ana rahmat. Versak ham? Ha. Boltang qanaqa? Olmos. Meniki temirdan. Temirdan yo'g'ida olmosim bor edi. Ketdik. Daraxt chopamiz. Ana uyning yonidan chopibdi. Uyning yonidan chopmadi. Atmosfera bizlar ichtirmoqchilarmi? Mayli. Ishkaroqqa kirdingmi? Boshla. Bismillah.
Mana uni chopib tashay. O'qitam. Bir stakchalar yetadi ya. Qishga o'tin ko'p bo'ladi, barmi? O'tin ko'p kerak bo'ladi. Bugun 30-noyabr-ku, do'stim. Ha. Adashib Benim ko'pini yeydim. Adashadigan joyimda kasalman. Tamomga kelishmayapti. Men buni nima olib ketyapti? Kilo kasallar boshlandi. Ha. Taporingni bitta joni ketdimi? Menda ketdi. Olmasa ekansan. Nechta daraxt bo'ldi senda? 15 ta. 25 ta. Men luboy daraxtni chopib tashlayapman. Majokdan xabar o'yladi. Qishloqda yo'qotib qo'ymaymizmi? To'g'ri bormi? Qaraysan, degan. Erta 1-dekabr. To'g'rimi? Men endi faqat oq daraxtchalardan chopyapman. Bitta olma ham oldi. Men chiqqan daraxtlarni chopaman. Kerak, hamda oddiy daraxt. Menga bir staku 4 ta bo'ldi. Ketamizmi? Hozir men topib olay. To'g'ray, to'xtasiz. Ha. Va raxlarda ketganda og'zim kelishmayapti, kasalman. Tamom bekilib yotadi. Nima qancha chopding? Qancha deb? Daraxtdan 18 ta, oddiy daraxtdan 48 ta. Menda oddiy daraxtdan 35 ta, terakdan 34 ta. Bo'ldi, qishloqqa qaytib ketaylik. Kelyaptim. Ha. Kechgacha daraxt chopdik. Qo'limizdan og'rib ketdi. Men taporim deyarli sinib ketdi. Ha, qishloqqa qaytsa edi. Men ketyapman. Bo'ldi, boryapman. Oddiy daraxtning nechta bo'ldi endi?